Siz qaysi esil kitobni o'qimang, qadimdan tartib oilalarda qiz bolaning janon chinidek, oq qandek asrab ayab kelinganligini ko'rsiz. Qadimdan buyon qizlarimizning nozik ibasi va uyatchanligi oldi bilan ularga bo'lgan ashu nozik muomaladan o'zi qilib kelgan. Ashu mehrdan tavlangan Kumush bibining otasi Qutidarning, Atabekning otasi Yusufbek hojiblarning o'z uylaridagi qiz ayollar va kelinlarga bir mo'jizaga qaraganda qarab nozik muomala qilgan sahiflarni o'qiganda, Yaşqini Shah Boburning onasiga, hadisiga, bo'libmi yostiqdishiga bo'lgan muomalasi tasvirlangan Qur'onni o'qiganda qalblarga issiqlik yugurmay iloji yo'q. Qiz bolani, ya'ni millat kelajagini yaratquchi insonni jismonan sog'lom, qalbidan mehrlik, ruhiy jihatdan tetik qilib tarbiyalash azaldan onalar zimmasiga yuklangan. Mo'ysiblarimizning qiz keltirdigan rahmat va Xudo ko'rsatmasin la'nati tunji qatimda ona sha'niga, shu qizni dunyoga keltirgan, voyaga yetkazgan qancha shodlik va iztiroblarni beshidan kechirgan inson sha'niga bo'ladi deb to'g'ri aytishgan. Agar kuzatgan bo'lsangiz, o'sib yetilayotgan qizlarni onalar uylarida ajoyib ulug' zotga taqqas qilib, "Anam" deb chaqirishidi. "Anam qizim" deb erkiltishidi, suyishidi. Ana bilan qizning ko'krak tutib emchishdan boshlangan sirdoshligi bir umrlik va muqaddas bo'ladi. Bu sirli qurg'onga kiralganlar ko'p emas. Bir avlodning ikkinchi bir avlodga qoldirdig'ini ko'p bo'lganidek, onaning qizga aytadigan so'zmi hamisha ko'p bo'ladi. Qizning bo'lsa, olamga, hayotga intilishi hamisha kuchli bo'ladi. Bu ana shu sirliq buloqdan suv ichganning, bu buloqni beg'ubar tutishga intilganning natijasidir. Uyida qizi balog'atga yetayotgan onalarning yuragida döv go'harlari va unchillari ko'milib yotadi emasmi? Ona bilan bola, gul bilan lolaning suhbatiga quloq solganmisiz? Shundoq, onalarning qizlarga aytadigan yurak so'zlari ko'p bo'ladi. Beg'inda bir gul o'stiryapman. O atir gulg'unsidek to'lma sirliq. Uni shamollardan, judun chapqinlardan, yomon ko'zdan, hatto bulbulning vaqtsiz sayrishidan asrash hayotimning mazmuni bo'lib qoldi. Bu yo'lda men hech kim hech narsa bas kelolmaydi. Hammasini agib o'tishga qodirman. Shamoldan qog'jirash, issiqda kuyish men uchun o'sayotgan g'unchamning vaqtsiz echilishi yoki vaqtsiz zavolini ko'rishdiki azoblardan yengilroqdir va tatliqroqdir. Bugun sening yashing 17. Bugun hayot sening ko'zingga go'zal, zo'q-sho'q to'lgan, jazbidor va sirliq bo'lib ko'rinayotgandir. Bugun odamlarning hammasi sana tang tush, do'st, hamdam, fidoi bo'lib ko'rinayotgan bu ha. Hammasi aslida shundoq. Lekin nemishqa mening qalbimda sening bo'y bastan bilan suyunish, xulqingni adibing bilan birlashtirib, faxrlanish tuyg'ulari bilan birga yana tasvirlab bo'lolmaydigan azobliq, iztirob hissiyotimi yondishib oladi. Nemishqa sen samolarga sirliq boqqan yulduzliq kechalarda mening kirpikimga uyqu ilinmaydi. Nemishqa men kirpik qoqmay tongni kutib olaman. Nemishqa sening kechirmishing nazaringga hayajoningga loyiq narsalarni ko'rgan, o'qigan anglag'inimda qalbim sening qalbingga o'xshash o'zgacha hayajonga to'lish bilan birga yana uningga qo'rqish aralashib oladi. Nemishqa sening nazaring tushgan narsalarning biridan zo'q olsam, ikkinchisidan jarohatiga tuz sepilgan kishidek yuragim etishidi. Chunki bugun sening yashing 17da. Sen tug'ilgandan beri birovlarning dardiga farqsiz qaramaydim. Nemishqikin bu kunlarda har baxt qorilarning o'rniga o'zimni
ve seni koyup görermen. Xiyal ızdırabım şunchalik köp. Beşiga hayatı ızdırab tushganlarga Allah'tan sever sorayman. Qalb yarasini vaqtning davolashga ojiz keldiganligini sana qandoq tushundirsam, qandoq so'zlar bilan tushundirsam bo'larkin. Bugun sening yashing 17da qadrlikim. Sana aytadigan so'zimning naqadar ko'pligini bilsang edi. Hayotning agar bugur davolarining biridan o'tganimdan keyin qizlar tarbiyasi haqidagi dastlabki tasavvurlarim chechilib ketdi. Men sana bütün dünyani nefis, chiroyli, yaqinlik rangni ko'rsatmoqchi edim. Men seni bu dunyoning dahshatlaridan, yomon odamlarning mavjudligidan agitib, ayab qilish niyatida edim. Dunyoni ko'zingga qisqarliq, jazbidor, hamisha tabassumli qilib ko'rsatmoqchi edim. To'g'ri yashaydiganlarga tikan kirmaydi, hayot zarbalari ularni chetlab o'tadi deb o'ylaydim. Yo'q, azizim. Anangning qalbida o'zgacha azobliq iztiroblarning turib qolmasligi uchun sen ashu tikanlarga, zarbalarga tayyor turishing kerak. O'zingla emas, boshqalarning zarbalardan himoya qilishni bilishing kerak. Bugun sening yashing 17da. Bugun sen bularni bilishing kerak. Hamma onalar qizlarini ayashni istaydi. Ularning hayotda qattiq sinoqlarga duch kelganligini emas, barmoqlarga, hatto yengni sanjilishni ravo ko'rishmaydi. Lekin hayotlik kitobini o'qishni qizlarimizning o'zlari o'rganishi kerak. Qiyinchiliklarning o'ziga yarasha huzuri, jazbidorligi bo'libmi eng kerakligi tajriba va savoqi bo'ladi. Analar qizlarga aytadigan so'zlarda hayotdan ana shu savoqni elishni o'rgatish kerak. Chunki qiz ananing ikkinchi meni, ikkinchi umri, yurgining tagida pinhon qilgan armonlarning jilvisi, amalga oshmagan orzularning amalga eshishi. Shuning uchunmi ana qizning qalbini avaylag'isi keladi. Bir vaqtlardagi o'z azoblarining biror chimdimining uningda ko'rilishini, o'z iztiroblarining eg'ir bo'lsa-mu uningda noli faryod bo'lib anglashni xohlamaydi. Buning uchun onalar oldi bilan qizlarini, ya'ni o'z nihollarini boshqa yerda tiz yildiz tortib ketishga tayyorlashadi.